doktorga borsangiz, bitta kasalga 20 xil, 10 xil dori yozadi. Tabibga borsangiz teskarisi. Tabib 100 xil kasalga bitta dori beradi. Qog'ozchaga solingan, o'tdan qilingan dorisi bor. Bitta dori. Qonim og'riyapti, mashina iching ham shu ketasiz. Boshim og'riyapti, mashina iching ham shu ketasiz. Ko'zim og'riyapti, mashina iching ham shu ketasiz. Davleniyam ko'tarilib ketdi. Mashina davosi mana. Nima uchun ba'zi bir tabiblarning muolajasi, malhamlari universal, hammaga to'g'ri kelaveradi. Eng qizig'i, ba'zilarga rostdan ham effekt beradi. Buning sababi effekt plasebo. Bu terminni tibbiyotga birinchilardan bo'lib kiritilishiga sababchi bo'lgan shaxs Henry Beecher. U 1955-yilda Ikkinchi jahon urushidan qaytgan askarlarga og'riq qoldirish uchun morfin qilgan. Morfin tugab qolgan. Shunda Henry Beecher nima qilishni bilmasdan oddiy fizrasvorozini qilishni tayinlashgan va uni ichida og'riq qoldiruvchi bor deb bemorlarni ishontirishgan. Va eng qizig'i, bemorlarda rostdan ham og'riq qolgan. Shundan keyin u chuqurroq o'rganishni boshlagan va 15 ta klinik tadqiqotlarning tahliliga ko'ra 35% bemorlarda og'riq kamayish holatlari kuzatilgan. Va u o'zini mashhur bo'lgan plasebo haqidagi maqolasini chiqargan. Shundan so'ng ko'pchilik olimlar bu effekt haqida izlanishlar o'tkazishgan. Oxirgi zamonaviy MRT tahlillariga ko'ra, plasebo davrida miya og'riqni boshqaruvchi zonalarni faollashtiradi. Ya'ni miya o'zini ichki aptekasini ishga tushiradi. Ilmiy tasdiqlangan ma'lumotlarga ko'ra, effekt plasebo surunkali og'riqlarda, migren, depressiya, jismoniy buzilishlarda samara berishi keltirilgan. Bu tabiblarning qanaqadir sehrgarligi emas, bu shunchaki neyrobiologiya. Eng achinarli tarafi, ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi tabiblar o'zlarini g'ayrioddiy avtorskiy degan metodikalari bilan sizga effekt beraman deb turib, sizni shikastlab qo'yish holatlari ham ko'p kuzatiladi. Videoni esa bunaqangi tabiblarni qidirib yuradigan, shularga borib davolanadigan tanchaga tashlab qo'ying.